Bugun bizda obzorda ko'p sportsmenlar tarafdan tan olingan marka, podprilavka sotiladigan marka, ya'ni underground sotiladigan markani underground sotiladigan krossovkasi Asics Nova Blast markasi bo'ladi. Va bu shuni aytishim mumkinki, bunga reklamalar juda kam bo'ladi. Asics umuman reklama juda ham kam bo'ladi, lekin hammaning oyog'ida Asics bo'ladi. Nimaga unaqaligini balki bugungi obzorda yaqinroq bilib olamiz. Asics markasi nafaqat ko'rinish bo'yicha, balki endi dizayn bo'yicha ham ancha-munchasidan qolishmaydi. Marhamat, ko'rishlar mumkin. Qo'limda Asics Nova Blast Platinum modeli va kelinglar birinchi bo'lib krossovkani ko'rinish haqida gaplashamiz. Asics logosi ko'zga juda ham chiroyli tashlanadi. Mana bu kumush rangi bilan, o'sha platinum rangi bilan moslangan va mana bu temir detalli va mana bu platinum yumshoq rezinkasi ham xuddi shu ko'rinishga ega, ya'ni platinum ko'rinishga ega. Ichkari tarafi ham xuddi shunaqa, ya'ni krossovkamiz faqat kumush, ya'ni platinum va qora rangdan tashkil topgan. Materialga keladigan bo'lsak, krossovkamizni sifatli setkadan tashkil topgan, ko'rishingiz mumkin. Yana bir stilli setkadan tashkil topgan. Ko'ringanda chiroyli ko'rinadi va havo sirkulyatsiyasi juda ham zo'r, chunki mana bu teshiklari havoni yaxshi o'tkazadi va materiali unaqa qalin emas, balki yumshoq, sifatli setkadan tashkil topgan. Tegi bo'lsa, mana bu ko'rinishga ega va Asics aytishi bo'yicha mana bu poshnasiga adashmasam 1000 kilometrga garantiya beradi. Ya'ni 1000 kilometrda mana bu poshnasi umuman yedirilmaydi yugurganda. Qo'limdagi qora oddiy rangi, lekin uni orqaga mana platinum bo'lib ketgan rasvetkasi bir boshqacha vidda beradi va bu krossovkani qanaqadir ham brutalniroq ko'rsatadi, qanaqadir ham mo'shniyroq ko'rsatadi. Va mana shu orqa poshnasi 30 mm, 32 mm gacha chiqadi va qo'limdagi 42 razmeri примерно 260-270 grammni tashkil etadi. Yumshoq poshna o'sha Adidas Ultra Boostdan umuman qolishmaydi, juda ham yumshoq. Air Zoomdan ham qolishmaydi, lekin Air Zoom bilan Air Max birga qilganda bu sal qolishishi mumkin, sababi u juda ham katta prujinli krossovka. Bu ham juda ham katta kuchni qaytaradi, lekin bu примерно Ultra Boost darajasida yuradi. O'shaning uchun bu New Balance Fresh Foam, Adidas Ultra Boost va o'sha aytgandek Nike Air Zoom klasslarida yuradi. O'shaning uchun aytganimdek bu eng kuchli, eng yumshoq 5 ta oyoq kiyim spiskasiga kirgizsa bo'ladi. Kimda kim misol uchun endi yugurishni boshlashni niyat qilgan bo'lsa, mana bu krossovkamizni juda ham yaxshi boshlanish desam bo'ladi. Sababi bu krossovka yugurishga juda ham zo'r motivatsiya, juda ham yumshoq va mana bu poshnasi yumshoqligi oldiga reaksiya berib, oldiga itarib, ya'ni sizlarni ko'proq sakrashga, yugurishga majbur qiladi. O'shaning uchun optimalni variant. Kimda kim o'sha tez-tez yugurib turadigan bo'lsa, ularga ham bu krossovkani tavsiya qilamiz. Sababi o'sha siz yugurib turgan krossovkangizdan qolishmaydigan bir qanaqadir ham juda ham yumshoq, qulay krossovka. Xullas, ushbu krossovkamizni albatta tavsiya qilib qolaman. Sababi bu krossovkamiz hozir bizda skidkada turibdi. Undan tashqari rangi juda ham optimalni bir kam uchratiladigan kamyob narxda va juda ham chiroyli dizaynda. Mana bu qirralari nima desam bo'ladi, bu krossovkani fishkasi deb bemalol aytib